Assalomu alaykum azizlarim. Yaxshimisiz, tinchmisiz, omonmisiz? Men yana keldim. Har kuni sizlarga harakat qilaman. Karta ko'rishga. Rahmat. Men juda xursand bo'ldim. Meni obunachilarim shuncha ko'payganidan, meni kuzatganlardan, menga like bosganlardan juda xursand bo'ldim. Menga bir rag'bat bo'ldi. Xursandman, judayam yaxshi pozitiv fikrlar bildirgansizlar. Ilohim sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Niyatlaringizga yetinglar. Qalblaringizdagi bezovtalik xotirjamlikka aylansin. Alloh hammaga xotirjam hayot bersin. Har tomonlama qalb xotirjamligi bilan yashaylik. Rahmat sizlarga. Menga savollar berilgan. O savollarni Telegram qoldirdim. Telegram kanalim xuddi shunday ochdim bor. U yakka ochilimlarni Telegramda ko'raman. Yozib ham qoldirdim sizlarga javob qilib. Bu общий расклад. Bilmadim, kimga noto'g'ri chiqadi, kimga to'g'ri chiqadi. Ko'pchiliklaringiz to'g'ri dedingizlar, men xursand bo'lib ketdim. Yana harakat qilaman. Lekin hammaga 100% emas chiqadi. Albatta o'zi karta topadi egasini. Shuning uchun chiroyli ochilim bo'ladi degan umiddaman. Yaxshisini oldim, yomonini koinotga jo'natdim deb ko'rasizlar. Demak, boshladik. Rahmat, men xursandman kommentariya yozganlaringizdan, meni kuzatib borayotganlaringizdan. Hozir sizlarni savollaringizga binoan 3 shaxs haqida ko'rib bering. Men ajrashaymi, qolaymi, yaxshi ko'rganimdan degansizlar. O'rtalar yana qaysi savol berilgan? Xullas 3 ta savol yuzasidan ko'raman. 3 ta savol yuzasidan ko'raman. Hozir sizni aqlingizda kim? Sizni aqlingizdagi inson siz haqingizda qanday fikrda va u bilan hayotingiz nima bo'ladi? Sizni mana shu mavzuda 3 ta karta qo'ydim. 3-chi shaxs bormi? Uni fikri nima? U bilan nima bo'ladi? Bo'lsa. 3-chi shaxs bormi? U kim? U nima qilmoqchi sizga? Uchinchi savolimiz ko'rinyaptimi? Karta qo'shganlarimni ko'rmayapsizlar. 3-chi savolimiz, aqlimizdagi inson bilan kelajagimiz nima bo'ladi? Aqlimizdagi inson bilan kelajak bundan buyog'i nima bo'ladi? To'g'ri savol qo'ydim shekilli. Oxiri 3 ta bo'ldimi? 3 ta. 3-chi shaxs bo'ldi, aqlimizdagi inson bo'ldi. Oxirgi karta maslahatlari. Mana shu mavzular yuzasidan karta maslahati 3-chi mavzu. Demak, aqlimizdagi inson kim? Aqlimizdagi inson qanday odam? Bunda siz aqlingizdagi inson yuragingizni og'ritgan, ko'nglingizni qattiq ko'rinyaptimi karta? Ko'nglingizni qattiq ranjitgan. Juda sovib qolgansiz. Xuddi mana qabr sag'ona ko'rinyapti. U siz uchun qurib qolgan daraxtday umid
umidsiz. Kimlarni energiyasi ko'proq tushsa o'shanga chiqadi. Menda to'g'ri kelmadi deganlarni energiyasi tushmaganda xafa bo'lmaysizlar, tushadi. Hammani energiyasini ko'rib beradi kartalar. Bu meni ko'rayotgan hozir kimgadir to'g'ri kelyapti bu. Chunki kimnidir energiyasi tushdi. Mana shu ayol siz aqlingizdagi insonni qalbisini juda qattiq 3 marta nayzalagan. Suqqan. Nayzani suqqanday sizni travma berganda aqlingizdagi inson sizga. U xafa siz undan. Chunki sizda umid ham qolmagan. Xuddi bir yashab turgan bo'lsangiz, ajralay, ketaymi? Yoki xullas u yo'qday, yashab turgan bo'lgan bo'lsangiz ham siz uchun yo'qday, o'lganday. Shunaqa endi. Shunaqa tuyulyapti. Men faqat to'g'risini aytaman. Bunaqa chiroyli qilib, qoplab, iloji boricha yaxshi gapirib, yolg'on nima chiqsa shuni aytaman-da hozircha. Keyin tajribam oshsa harakat qilaman. Xafa bo'lmanglar, juda qattiq gapirsam. Ochiq kartaga chiqqanini aytyapman. Mana shu aqlingizdagi inson hozir muvozanatsiz, murosasiz urushda, tortishuvda turibdi. Murosa hech kelisha olmayapti. O'rtadagi o'rtoqlari bilanmi, ishxonadagilari bilanmi, oilasi bilanmi, sizni oilangiz bilanmi bilmadim, hech kelisha olmayapti. Hamma men haqman deydi. Men haqman. Lekin sabr qilsangiz erishasiz. Kelajakda yaxshi bo'lib ketishingiz kerak. Ketasiz. Hozir ana bu 3-mavzuni ochsam aniq bo'ladi. Siz juda aqlli ayolsiz. Juda to'g'rilikni yaxshi ko'rasiz. O'sha sizni aldab yurgani uchun unga qandaydir qasdingiz borday alam ustida turibsiz. Siz aqllisiz. Har tomonlama oilani ham boshqara olasiz. O'zingizga ishongansiz. Sizga kamchilik yo'q. Lekin sevganingiz sizni yuragingizni og'rityapti qattiq. O'zi ham tashvishda yuribdi. O'zi ham sizga qilgani uchun xudodan topayaptimi? Shunaqa. Kelishmovchilikda. Hayoti notinch. Hayoti notinch. Yana uchinchi shaxsga bas kelolmaysiz. Qo'yib yuboring. Allohga tashlab qo'ying. U aylanib, o'rgilib yana sizga keladi. Sizdan ketmoqchi bo'libdimi, yaxshi ko'ring. Aqlingizdagi odam. Qo'yib yuboring, yeta olmaysiz unga. Voz keching, yaqinlashmang iloji boricha. Siz ikkilamda turibsiz. Ikkilamda turibsiz. O'sha uchinchi shaxs sizga yeta olmayapti. Ikkilanishda o'zini har yoqqa urib turibdi. Qo'lga kiritish uchun. Lekin noto'g'ri fikr yuritadi. Qasd qilgani uchun erisha olmaydi. Chunki o'zini manfaatini o'ylaydigan arosatda uchinchi shaxs. Siz yaxshi bo'lsangiz g'azab qiladi, ajralsangiz xursand bo'ladi. Oralaringizda muvozanatga qarab o'zgarib turibdi, diqqat qilyapti bor uchinchi shaxs. Uchinchi shaxs ko'proq yaqday qilayotgan yuragingizni. Muzday sovuq
ko'ra ekan, siz ham u ham. Bor aqlingizdagi odam o'tmishga ko'p nazar solayotgan, o'tmishingizni yuzingizni soladimi bilmayman, yoki o'sha eringizga sizni yomonlaydi, sovuq qilib turibdi har tomonlama. Ko'proq yaqinlaringizmi deyman, uchinchi shaxs. Bolaligingizdan bilib yurgan odam, yaqiningiz, o'zizga tanish, begona emas. Uchinchi savolim, mana shu kelishmovchiliklar, yurak og'riqlar, uchinchi shaxsni sizga qilib turgan dushmanligi, qasdi, oxiri sizga hayotingiz nima bo'ladi? Aqlingizdagi inson bilan. Juda chiroyli kartalar chiqdi. Mana ko'rinyaptimi? Ko'tarib ko'rsatayim. Bu kartalarda nima degan? O'sha aqlingizdagi inson juda aqlli. Ikki yoqni ham bir xil olib borishni xohlaydi. Juda aqlli yigit odam. O'ziga ishongan, o'zini qanaydir sevgisi pok. Sizni qiynasa ham sevgisi samimiyda, qanaydir uni atrofidagilar buzadimi? Agar u butunlay yomon, umidsiz bo'lib qolgan bo'lsangiz, ketib qolgan bo'lsa, sizni hayotingizga boshqa birov kiradi. Sizni sevadigan, sizga mehr bilan, sizni hayotda boshqacha dunyo beradigan inson keladi. Yoki o'sha aqlingizdagi odam menimcha o'zgaradi. Yaxshi tarafga o'zgaradi, siqilmang. Siz siqilib turibsiz, lekin bu o'zgaryapti. Agar aqlingizdagi odam o'zgarishi, butunlay o'zgarmay qolsa, sizda ajrashgan bo'lsangiz yoki birga bo'lish umidi qolmagan bo'lsa, hayotingizga shunday zo'r yigit, zo'r erkak, zo'r ayol, har kim o'ziga qaratib olsin, shunaqa odam kirib keladi. Yoki aqlingizdagi inson, siz sizga muhabbatli inson uchraydi. Yoki o'sha o'zining aqlingizdagi inson qaytadan mehr qo'yib, yaxshi bo'lib ketasiz. Quyosh porlaydi. Juda baxtli qiladigan zo'r aqlingizdagi inson. Shunaqa insonga aylanadi. Siz illyuziyaga berilib turibsiz. O'zingizni boshingizga bulutni keltirib, lekin siz o'ylaganchalik emas. Juda yaxshi yigit odam. Siz bo'lsangiz ko'p xom xayollarga berilib turibsiz. Ko'p, qanday desam, siz boshqa narsalarni o'ylaysiz. Menga deysiz, darrov pul kelsin, darrov illyuziyalar ko'pda. Sizga tanlov va xayollar kartasi bu. Xayolga berilib yurayotganingiz. Ko'p variant va tanlovlaringiz bor. Bunday qilaymi, bunday qilaymi? U safargi raskladimga ham shunaqa chiqdi. Xayol, orzu va fantaziyaga yurayotganingiz. Reallik va illyuziya aralashib ketgan sizga. Aniq qaroringiz yo'q. Odam ko'p narsa istaysiz, lekin qaysisini tanlashni bilmaysiz. Shu holatga turibsiz. Lekin zo'r bo'lasiz. Bu yog'i yaxshi bo'ladi. Chunki siz koroleva pentakli chiqdi. Bu mehnatlaringizni rohatini ko'rasiz. Siz o'ziga ishongan ayol. Oilani ham boshqarib bilasiz. Hayotingizni ham boshqarib bilasiz. Juda go'zal ayolsiz. Juda aqlli ayolsiz. Mehnatlaringizni, hamma tashvishlaringizni, azoblaringizni, rohatini olasiz. Chunki sizda oxirgi kartam ko'rinyaptimi?
Ana, go'zal. Siz albatta boshingizni ustiga turibdi. Imkoniyatni ko'rolmayapsiz. Chunki sizda qanaqadir bir xayolga berilgan, tushkunlikka, depressiyaga tushganmisiz? Chiqolmayapsiz. Meni Telegram kanalimda kirasiz. Alohida agar sizga to'g'ri kelsa, men alohida siz bilan gaplashaman, ko'rib beraman. Sizda ozgina bo'lsa ham depressiya qo'shilganligi uchun illyuziyalarga berilib yuribsiz, lekin sizni holatingiz mana shu darajada bo'ladi. Oxiriga muhabbatingiz ham qaytadi, uchinchi shaxslar o'ziga jazosini olib ketadi. Siz xayollardan chiqishingiz kerak. Xayolga berilib, tushkunlikka tushib, vahimaga tushyapsiz. Mabodo ajrashgan bo'lsangiz, sizni hayotingizga mana shunday chiroyli yigit, aqlli, sevgi, muhabbatni ham, moddiy tomondan ham har tomonlama sizni bir xil olib boradi. Korol va koroleva darajasiga yetasiz. Chunki siz yaxshi ayolsiz, aqlli. Ayollar ko'proq chiqdi, kuzatyapti meni. Oxiriga olaman karta maslahati. Aqlingizdagi inson, hayotingiz, uchinchi shaxsni ko'rdik. Endi общий raskladim bo'yicha mana shu 3 ta savol bo'yicha kartalar nima maslahat berasiz? Men obunachim, meni kuzatib turgan mana shu energiyasi tushib turgan obunachimga, azizlarimga nima maslahat berasiz? Zo'r. Sizda xushxabar keladi, kuting. Kommentariyada yozasiz. Sizga xushxabar kelyapti aqlingizdagi insondan. Sovg'a ham kelyapti. Xursand bo'lib ketyapsiz, hattoki onangiz ham, otangiz ham. O'sha yo'lga chiqqan. Siz uchun xushxabar, xursandchilik, sovg'alar kelyapti hayotingizga aqlingizdagi inson tomonidan. Karta maslahati: hech qachon xafa bo'lma. G'alaba sening qo'lingda, deyapti. Kartalarga nima chiqqan bo'lsa shuni ko'rdim. Yolg'on aralashtirganim yo'q. Faqat juda keng yoritmadim, qisqartirib aytdim. Nasib bo'lsa endi boshladim, bu yog'i kengroq ochib beraman, harakat qilaman sizlarga nimadir berishga. Rahmat meni kuzatganlaringiz uchun. Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizga muvaffaqiyat tilayman. Qalb ko'zlarimiz ochilsin. Hayotda faqat xursandchilik, xotirjamlikda yashash baxti nasib qilsin. Salomat bo'ling.